Zakiylik Toshkentga. 20 ming dollarmi? Dadam chapki stasiyaga xavotir olmang. O'yinlarding hammaga ay dollaring borligini hamma bildi o'zi dollar ko'rmagan. Bir sutka otasizlarmi shunda? Ertalab ishimiz bor. Yaxshi yotib olinglar unda. Isming nima sani? Holland. Hovli deydimi? Dada, cho'ntagingizda 2 pachka dollar borligini aytmaymi shunda? Hozir nima qilding o'zi? Aytmayapsanmi o'zi? Oh, boje, matushka. Nima qilyapti bu odam? Dadam uxlayaptilar. O'g'lasa shunaqa uxlaydimi? Uxlaganda ko'zini ochib yotadilar. Ha, bo'pti. Mana bu paketni oling. Hamma musorlarni tozalab o'zingizlar bilan olib chiqib ketinglar. Akajon niyat qilib pul yiqqandan bitta Cobalt olaman deb. O'chirdimni qancha kutsam kutaman chiqsa bo'ldi. Akajon, Drivers Village avtosalonida o'chirt kutib o'tirmaysiz. Pulini to'laysiz, boshini olib chiqib ketasiz. Seriozda? Albatta. Ana Onyx bilan Trackerchi. Ularni ham. Akajon, Toshkentga kelishi shart emas edi. Nimaga? 7 ta viloyatda 7 ta filiallarimiz bor edi. Vay mantfoy. Nezasi taksiga pul beribsiz? Mayli, ber pulni. Akajon mana dollarda sanab olasiz, taqi-taq. Bandikchalar taqib qo'shlarni kuydiramiz. Po'chog'i bu. Voylar. Yo'q, nima bu? Voylar. Pul qani qilsin? Bilmay, musorga tashlamayman, Dadajon. Yolvoraman. Jannatim. Faryodimsiz, jannatim. Musurkaga yo'q. Faryodim mana, faryodim. Farishtam mana. Aka, bu musurka yopilgan. Nimaga? Bilmayman, musurkachi bola ertalab chiqib ketdi, xursand, xudo berdi, Cobalt olaman deb.